bizning vatandagi qarindoshlarimiz bir-birlab qurbonlik qo'y o'rinda so'yilmoqda. Hayat qoldi degan qarindoshlarimizning atrofida har zamon Azroil agib yurmoqda. Vatan sirtidagi qarindoshlarimiz bo'lsa, jon talishib qolgan qo'ydak tipirlab nima qilarini bilmay, har kun qancha qitimlab o'lmoqda. Boshqa davlat yoki millatlar o'zining manfaatlari tufayli oqibatimizning o'limligini bilib tursimi, Xitoy g'oljir ishlar oldiga tashlab, o'limlarimizdan tomosha qilmoqda. Biz bir-birimizdan kuch elib, birlik umligimizdan tam to'sib, o'zimizni qo'g'dishimiz lozim. Bizni faqat avval Alloh, undan qolsa birlikimiz, umligimiz, qaysar va botirligimizni qutuldira oladi. Şunun üçün 9 günlük namoyishga chaqiriq.